Ehtiyojmand oilalarga moddiy yordam olishlari uchun arizalar qabul qilinmoqda. Davlat tomonidan ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga qo'shimcha yordam puli ajratilishi belgilangan. Ehtiyojmand oilalar 1 million so'm miqdorida moddiy yordam olishlari mumkin. Ariza topshirish jarayoni allaqachon boshlangan bo'lib, 25-sentyabrga qadar davom etadi. Moddiy yordam pulini olishni istaganlar o'z yashash hududidagi mahalla yettiligiga uchrashishlari lozim. Qo'shimcha ma'lumotlarni Telegram kanaliga joyladik. Telegram kanali sahifamizda ehtiyojmand oilalarga moddiy yordam olishlari uchun arizalar qabul qilinmoqda. Davlat tomonidan ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga qo'shimcha yordam puli ajratilishi belgilangan. Ehtiyojmand oilalar 1 million so'm miqdorida moddiy yordam olishlari mumkin. Ariza topshirish jarayoni allaqachon boshlangan bo'lib, 25-sentyabrga qadar davom etadi. Moddiy yordam pulini olishni istaganlar o'z yashash hududidagi mahalla yettiligiga uchrashishlari lozim. Qo'shimcha ma'lumotlarni Telegram kanaliga joyladik. Telegram kanali sahifamizda